50% chegirma, 70% chegirma, 80% chegirma. Hamma joyda chegirma. Lekin chegirmalarni mana hisobiga qilishlarini bilarmidingiz? Qisqasini turaman. Keling bir narsani tahlil qilib ko'raylik. Chegirma ikki holatda qilinadi. Ko'pincha narxning keskin tushishi mahsulot sifatini pasayishi evaziga bo'ladi. Mahsulot yupqalashadi va karkas qismi sifatsiz bo'ladi. Ikkinchi holatda esa xalqni o'ylagan holatda belgilangan muddatli chegirma hisoblanadi. Na foydaga, na zararga ishlashadi. Lekin ko'pchilik birinchi holatni tanlaydi. To'g'ri ham-da, kim ham zararga ishlashni istardi? Bizning strategiyamiz esa butunlay boshqacha. Biz narxni tushirish uchun sifatni qurbon qilmaymiz. Aksincha, o'zi sifatli bo'lgan mahsulotimizni narxini o'zgartirmagan holatda sifatini yangi bosqichga olib chiqdik. Shu sababli Veroseling jamoasi metall sanoatidagi Xitoy gigantlaridan biri bo'lgan Bagama metall zavodi bilan rasmiy hamkorlikni boshladi. Bagamani metallchilar juda ham yaxshi bilishadi. Ma'lumot uchun, Bagama Xitoydagi yirik sifatli metall ishlab chiqaruvchi zavod hisoblanadi. Ushbu hamkorlik orqali biz mahsulotlarimizda xalqaro standartlarga mos bo'lgan S235 va Q235 konstruksion po'latlardan foydalanishni yo'lga qo'ydik. Har bir jiddiy biznes egasi va soha mutaxassisi shunchaki arzon mahsulotni emas, balki kuchli va ishonchli hamkorni izlaydi. Veroseling va Bagama Metal bu uzoq muddatli sifat kafolatidir. Agarda siz ham loyihalaringizda premium ko'rinish va haqiqiy sifatni istasangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Veroseling Total.